Bunun bilen Parisler u yerdan ketib, qandoq qilib Hazreti Aysoni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirish haqida maslahatlashdi. Ular o'z shogirdlarini Rimdan tayinlangan Hirot podshohining tarafdorlari bilan birga Hazreti Aysoning yeniga avatib, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, kishilarga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib kelganligingizni va hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmaysiz. Qani, aytib bergaysiz. Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi qandoq?" deyishdi. Ularning yomon niyatini bilgan Hazreti Ayso, "Hey soxtipazlar, nemishqa meni so'zim orqali indirmoqchi bo'lyapsizlar? Boshqa topshiradigan pulinglarni menga ko'rsatinglar-chu" dedi. Ular bir dona kumush tanga akeldi. Hazreti Ayso ulardan, "Bunun ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning" deb javob berdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar" dedi Hazreti Ayso ularga. Ular bu so'zni anglab, hayron bo'lishdi-da, Hazreti Aysoning yenidan ketib qoldi.